Fermanı et, yenimge kirsin. Hop. Assalomu alaykum Shavaz begim. Va alaykum assalom. Farmon, anlasam bugün Melikinin at qo'yish ma'rakasida Shohim bilan Hasan vazir ahdinomiga muhr bosqidik. Shundaq. Bu ishga qarata boshqa vazirlar zodin nimalarni deyishdi. Angladingmi? Begim, men cho'qim ularning gapiga ko'z quloq bo'lay. Meningcha, Sodiq eng ishonchsiz odam. O'tgan yil kuzda men Shoyim bilan Hasan vazirga hamroh bo'lib shikorga chiqqan edim. O'qiyan akalar. To'xtanglar. Nima ish bo'ldi Hasan vazir? Farmon, sen o canavarning bo'g'oz ekanligini ko'rmidingmi? O bo'g'oz bo'g'ashqa yugurmay qapti. Qarab turib tayya oldini qo'ldan chiqarmasak bo'lmas. Mendan buyruq, hech kim bu canavarning jiniga zomin bo'lmasin. Cho'qon silib uni qo'g'lab etgin. Xo'p. Bu bo'g'oz kiyikni ko'rib, homildor mahbubam esimga kelib qoldi. Allah uni o'z panoyida saqlag'ay. Mehri shafqatli vazir azam. Sizlar haqiqatan ko'ngil ko'ksilari kang odam kalla. Hazretim, sizlarga deydigan bir necha ig'iz gapim bor edi. Nima gap? Bu gaplarni ichimda saqlab yurgili uzun bo'ldi. Desam, bo'larmi yoki bo'lmasmi? Ayni chaqda o'z nafsi uchun elning beshida qilish o'ynatgan sipohlar o'tgan. Xudoga shukr, amdilikda bo'lsa adolat va fazilat ro'noq topgan kunlarda o'tibmiz. Shoyimiz va jimiki fuqarolar janoblaridan rozi. Mubodo falakning gardishi kaj kelib, birer bad niyatning qo'liga qolsak, na kunlarga duchor bo'lamiz deb ansirayman. Sodiq, xo'sh hazratim. Kimiki hili bilan qilsa g'urur, oyoq siridin qumushda qurur. Olamdagi ishlar taqdirga ta'alluq, va lekin uning mo tadbir bordir. Bu hakikaten mu bir xosiyetlik iş. Şahsenem dunyoga kelishdan burun, men Hasan vazir bilan birga shikorga chiqqanda, oldimga bir bo'g'oz kiyik uchir edi. Shu hamon xonish oyimning homildorligi esimga kelib, uni otmagandim.
Shu kuni Hasan vazirga mo bo'g'oz kiyik uchirgan, lekin u mo otmagan. Neyme degan o'xshashdik ha? Hasan vazir bilan ikkimizning niyat iqbolimiz azaldan birdir. Shu karomat tufaylidan men mundaq va'da qilgan edim. Agar xonish oyim bilan Hasan vazirning xonimi har ikkilisi o'g'il tug'sa, ular oku-uku bo'lib o'tgay. Agar har ikkilisi qiz tug'sa, ular och-singli bo'lib o'tgay. Biroq hozir tug'ilgani bir qiz, bir o'g'il. Andaqda mana bu ahtinomini putilgini bo'yicha ular baliq bo'lganda nikohi bir bo'g'ay. İltifatlarga ming martaba rahmat. Şahalidir qutuq bo'g'ay. Hasan vazirga qutuq bo'g'ay. Endi qanday qig'uluq? Gap qislichu. Neyme deyman? Bu ahdiname biz uchun ig'ir kulpat. Külpet? Kallılarını işletip bakmamla. Meňilerini qağı çok aldım ha? Sen bir yak yurtluq turup, ağalık bakmay tehi, Şahin bilen kudvacı olmakçı miken? Neyme tolu kotuldaysa? Men kutuldadım mı? Hemini kıgan sile. Oppa. Balam Abdullah, ihsanlı bolsun. Sen çoğun boğanda çokum selamını al. Abbas hallıqı çokum bizden boluş gerek, bildin mi? O nemini biletti? Abba! Boldu, jığılma. Begim, ular keldi. Jürüm. Hazırqı birden bir amal Hasan vazirni ko'zdan yo'qotish. Men qo'shilaman. Menmi qo'shilaman? Yo'q. Men qo'shilamayman. Nemishqa? Hasan vazirni o'ltirayotgan taqdirdimi, agar Shohim hiliqi ehtinomini bekor qilmasa, Abbas xonning xonliq taxti, ya'ni o'xshashlar bir musofirning qo'liga qoladi. Onun degeni o'rinliq. O'rinliq bu nim degani emas. Shavaz begim, endi hargiz ishkilanib o'ltirmisizlar. Hasan vazirni yo'qotmasa, ko'nglim aram topmaydi. Yo'q. Hozir yenigilik qilishga bo'lmaydi. Bizga aqldan boshqa yana payt kutishga to'g'ri keladi. Selam. G'eribjon. Madrasaga boraylik. Emsi ma'ayli. Ey Hannaz, iştinlar ammi xas.
Ulug' Shohi Abbosxon oliylari g'alyanchi muddatlarni jazolash uchun Qo'rg'on begi Abdulloh begimni ularni tutib kelishga avatgan edi. Begim bir kechidala ularning advini berib, safarni terk tutib keldi. Hammaylar buningdan ibrat olayli, shohimizning amrini ulug' deb bilayli. Ustozim. Safar tutilib qapti. Nima ishqa? Chunki o zindandan dadasini qutqizaman deb o'zi tutilib qapti. Biroq uning dadasi qochib ketibdi. Ustozim. Safar gunohsiz. Uning dadasimi gunohsiz. Sanamjon, nima deganingiz bu? Safarning dadasi podshohimizga, shundaqla dadangizga qarshi chiqqan tursa. Suchuk. Zaharlik tilingni tat. Xapshik. Bo'ldi, kitobinglarni o'qinglar. She'r qafasdan chiqibdi. O, borman degan yeriga berhibasun. Shirin. Shirin! Assalomu alaykum, hurmatli shohim. Farhod, bu yerga kelishdiki muddoyim nima? Shohim, Shirin vasliga yetmakdir mening armonim. Agar sen Boston teg'ining u tarafidagi daryo suyini bu tarafga boshlab kelalisan, singlim Shirinning vasliga yetalaysan. Sanamjon. Nima o'ylayapsiz? Hech nima. Buni qabul qiling. Farhod Shirin.
kuşlar atmış Kürüp yürüsem boylarını Yegem seni kuşlar atmış Kürüp yürüsem boylarını Selimcan. Acaba siz... Bo'ldi, so'zlamang. Yo'q, so'zlayman. Andaqdi bu gul chimanlar. Muhabbatimizning dostonimi yoki aynigimi? Agar siz she'rim bo'lsangiz, undaqda men Farhod. G'eribjon, bu poraklab ichilib turgan atirgullar qalbimizda mangu saqlanib qolsin. Dehshatli bo'ron chapqindimi, to'zib ketmasin. Hey. Chuchuk. Abdullah, kundosh deganning ma'nosi nima? Menga deb bera olasiz? Sen. Hey. Hey. Men uning o'tida kuyib qaqshal bo'ladigan bo'ldim. Uning ishqida aqlimdan ezib qoladigan o'xshayman. Abdullah. Sanim bo'ldi. Men bir vazirning o'g'li. Ordining qo'rg'onbegi Turug'liq. Nemishqa ashu otisi yo'q yetim o'g'loqchilik bo'lamayman. Balam. Nimalarni deydigansan? Apa, men O'g'lim. Yulduz desang, osmonga chiqib uzib beray. Unchi desang, dengizga tushib suzib beray. Apa, men g'eribni o'ldirib etaman. Nima? Abdullah. Ya Allah. Emdi kellima. Bilemla. O'g'limiz. Bo'ldi, hammani uqdim. Kim bilsin? G'erib o. O nim bo'pti? O senem bilen çağrı bağda kucaklaşıp yürüdü. Voy Xudoyim. To Xudoyim. Mushundaq bad qiliqlik qilamdi. Ular aymanmasdan ordini bulg'abdi.
Sanamjon, jinim Malikem. Bu yilqi qurbon eti sizga alayda xo'shalliq ep kelganda turdi-ku. Shuni dang. Ağaçı ana, bu yılqi qurbon et gullar echilib, bulbullar sayrag'an chaqda keldi emasmi? Men xo'sh bo'lmay tura olamdim. Xo'shalligingiz bo'la emasdi. Ana. Men bugun haqiqiy muhabbatning nimaligini tushungandek bo'ldim. Ana. Bu gulni kimning tuzxonligini bilamsiz? Tepib boqaymi? Bu gulni cho'qim. Aka, kiyimlaringiz pek yarashibdi. Xuddi shahzodaga o'xshab qolibsiz. Guljamal, Sanam ocham, sizga yana nimalarni dedi? sizga deb bermayman. Depmemisiz, ma'qulsizmi? Voyjon. Cho'qliq qilmang, ha? Ama, qaraslar akamga. Ha? Jim o'ltiring, ha? Ama. Kerep. Esinglarda bo'lsin. Hasalning harisi botur. Qizil gulning tikini botur. Magar kim baxt gulzorida bo'lsang, unutmag'in bahorning zimistoni botur. Ama. Ha? Ama, sanam ochamchi akamga siz Farhod, men Shirin, siz Majnun. Men Layli debdi. Farhod degan. Guljamal, Aka. Mening deganlarim rostku. tezroq bo'lmasangiz ketaverman-chimi? Ma'qul aka, meni birdan saqlab turing, ha? Ota-bovlarimizdan qolgan mundaq bir eg'iz gap bor. Chiroqning o'chishi yog'ning tugaganligidan derak beradi. Yog' tugsa, chiroqqa yog'ni kim quyidi? Podshoh garchi sanamni o'g'limizga berishni ahd qilgan bo'lsa-mu, mening ansiraydiganim men olamdan o'tgandan keyin shoh va'dasiga vafo qilamdi yo'q. Jaloliddin mollam sizni yo'qlab kelibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qadinos do'stim. Mehribona. Elqi zaharlik o'qni olib chiqib Jaloliddin mollaga ko'rsatgan. Dodo, suv ichamlo. Yo'q. Jaloliddin molla mana bu orqa tarafimdan kelib tekkan zaharlik o'q. Buni podshoyi olamga topshirib berishlarini sizga havola qilaman. El yurtni xavfdan saqlash uchun bu ishning tegi-taktini aniqlab baldo'roq taqiqlash zarurdir. Hasan Vazir! Dodo! Dodo! Hasan! Hasan Vazir yovni yengishda xanjirim, yurt so'rashda kamrim edi. Oyim, xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim bu ishning tegi-taktini aniqlab, qotilni qattiq jazolayman. Ama. Shig'lablig'i. Yo'q. Shig'lamadim. Sizlarga qarab xo'sh bo'lyaptimi, bolalarim? Gapinglarga zodli ishongim kelmayotdi. Texi shahoni to'y bo'lmay turib, bu nima degan hayosizlik? Demakchi bo'g'inimiz texi bo'la emas. Yana nima ish?
Bizning bar yo'q mush birli qizimiz bor. Kimiki uningga o'ylansa, toj taxtga shu varislik qiladi. Buni bilaman. Şahim, özlergim ayan. G'aribning ota bovusi bizning xondoligimizdan emas. Bu büyük toj taxtimizga munosabatlik cho'ng ish. Bo'ldi, bas. Shoyim, bu ishga dilg'onlik qilishga zodi bo'lmaydi. Shamshi banu. Biroq mening ansiraydiganim bugun ko'zga ilmagan bu shumbuya. Ertadan başlap sen hem medreske var mısın? Kadir dağlar ne buldu ya dim kelmedi İşkotida köydi callar ne buldu ya dim gelmedi İşkotida ne oldu yarim gelmedi Yıllar mende vade kıldı Yıllar müddetinin öte Közdüm yolu da delmirdi Ne oldu yarim geldi Közdüm yolu da delmirdi Ne oldu yarim geldi Gel yeşim seher oldu ki gel tınıp kippen oldu Çırayım zemren oldu ne oldu yarim geldi Çırayım zemren oldu ne oldu yarim geldi Assalomu alaykum g'aribjon. Va alaykum assalom. Men o'rdiq kirib ahvolni o'qib baqay. G'aribjon, Oqchona. Sanamjon sizni bog'da saqlab qoldi. Emsi men yeniga boray. Bering. Men Jaloliddin mollaning endi sizni saqlab turay. Ma'qul. Oqchona, nima ish bo'ldi? Jura bolam. Ustozni yo'qlab chiqayli. Sanamjon. G'aribjon, Qani aytma. Zodi nemish yuz berdi? G'aribjon. Bizning diydorlashmag'imiz endi tas bo'ldi ham bo'ldi.
Nemishqa? Atam ferman tushirib meni madrasadan to'xtatdi. Bugun ustozim bilan xo'shlashishni bana qilib, siz bilan ko'rishgili keldim. Nima uchun? G'aribjon. Buni yeningizga sep qo'ying. Buni yeningizdan hargiz ayırma. Bu bir jup qizil atirgul. Bir-biridan mangu ayrılmasın. Senemcan. Bo'ldi, yig'lama. Sapar. Nemish oldi? Aqamdan navkarlar qo'g'lab kelyotdi. Chopsam qash. Aqtırıla! Apo qiling Sanamjon. Bu shohimizning farmoni. Atamning farmonining men bilan nima aloqasi bor? Biroq sizni azroq malol qilib qo'ydigan bo'ldim. Bu izzatini bilmaydigan mal unda bog'langlar. Qo'lini tap. Nim qilmoqchisizlar? Sanamjon, shuni bilishingiz kerakki, xon amri hammaga qodir. Qo'lingda yarliq bormi? Bu Sizlar qaytinglar. Xon atamga o'zim javob qilaman. Xo'p. Jirola. Senemcan. Og'chi ona bizni saqlab qoldi. Meningcha bizning muhabbat gulzorimizga bir shumbuy ungandek qiladi. Shundoq. Keremlik Şahim. Özleriga kutilmagan xabar ip kelganligim uchun Peqirni kechirgaylar. Nemish? Gunohkor Sapar zindondan qochdi.
Aha. Onu bir qora niyat qochirib etdi. Kimken o? Aytishqa tilim ko'yidi. Ey diva. Onu g'erib qochirib etdi. Nima? Şah ata. Pişni ehvalağa kulaq sanmağayla. Səpər, mening savaqdaşım. Savaqdaşlıq yüzünü qılıb, onu mən qoyub etdim. Sənəmcan, nima deb juyulyapsınız? Hürmetli Şahim. Bununla navkarlar guva. Günahkar Səpərni qochirib etgan dal g'erib. Hürmetli Şah ata. G'erib günahsız. Ağçı, Labbay Şahim. ben icazet vermegiçe Senemcan ordudan bir kadem mi ayrılmışsın? Xo'p. Abdullah, Labbay Şahim. g'eribni derhal orduga ep kelinglar. Xo'p. Bana ne? Gülcemal! Ha? Gülcemal! Kızım! Gülcemal! Gözünü açkan kızım! Gülcemal! Ana, akam qani. Biz hazır Celalı'da mollamla kışır baraylı. İlim çeksiz, iqin derya, suyi abi hayat kevser. İlim deryasıga şunğup, onundan qazg'uluq gavhar. Bilimsizning dili ama, iliksiz pustixon yangliq. Bilim al, ijtihod eyle, dilingda chaqnasun axtar. Mehribanım. Celalı'da Ustazım. molla. Ustazım, akamla Abdullah Şatır tutup gitti. Nemişqa? O seferini kaçırıp etipdiken. O hech qanday gunoh qilmagan tursa, nima deb uni tutib ketdi? Chunki uning qochirib o'tgani bir gunohkorda. Celalı'da molla. Bizge igidarchilik qilala. Hozir merhum Hasan Vezir hayot chig'ida shoyimiz bilan tuzgan ahdinomini elib, shohning oldiga bormoqdan boshqa amal qolmadi. Ahtinamını elip. Xonim, endi ikkilanmaslar. G'erib, gunohingni bilamsan. Nemi gunohim borligini hech bilmadim, Shahim. O gadakash. Amisa G'aliyonchi Safar qanday qochdi? Uni men qochirib etdim, Shahim. Sapar dadisini qochirib etibdi. Ammo Sodiq otamning hech bir gunohi yo'q. Nima? Ajaba xonlikdan rozi bo'lmay shohga qarshi chiqqanlikning o'zi gunoh emasmi? Sen osiy munofiqning ordini qalaymikan qilib gunohkorni qo'yib o'tishini o'ylamabdikanman. Jallod! Bu osiy munofiqning kallasi ilinsin. Hop! Oldirmanglar. Keremlik Şahin. Jaloliddin, Siz Şahin. G'eribjonni o'ldirib bo'lmas. nima? Hürmetlik Şahim. Merhum Hasan Vezir'nin ruhinatı üçün Hasan Vezir hayat çığıda işkileri bütüşken bu ahtinamının hakkı hürmeti üçün bolsumu g'erib canlik keçirgeyla.
Şahim. Texmi zor balayı qazadan saqlanish uchun bu ahdinomini burunroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ehtimamını yırtmak oson. Biroq haqiqatni o'zgartmak tez. Ya Rabbim. Bularning hammasi isyankarkan. Jallat! Labbay! Bularni olib chiqinglar. Hop! To'xtama. Qudratli Şahim, g'azabda oqqorni farqat qilib bo'lmas. Hozir dal heyt oyam kunlari. Butun el yurt shodlikqa to'lgan kun. Mushundoq ulug' oy, ulug' kunlarda behuda qon to'kilsa, Allohmu ravo ko'rmaydi. O'zlari birini o'ltirib, menga ibrat qilish degan so'zni anglamaganmi? Shohim, g'arib Hasan vazirning notivoni. Hasan vazir hayot chig'ida o'zlariga to'liq sadoqatman edi. Bugun ochiqlarga paylamay ahdinomini yirtib etdilar. Endi ularni o'limga buyurslar, el jamoat, qavm qarindoshlar oldida yaxshi bo'lmasmikin? Keremlik Şahim. Peker'nin karışça ulanı ölümden halas kılıp bütün ailesi bilen yakı yurtqı palip etsek kandak. Şundak bolganda bu uluk ay uluk günde kan tökülüşten saklanğılı boludu. El yurt mu g'amg'usdan halas bo'latdi. Shavvoz vazir, sizningcha Ulug' shohi olim, meningcha farmonning tahribi bo'yicha ish ko'rsakmikin deyman. Ferman. Bugün senin rahing boyunca iş görək. Bu işni senin beca keltirishingga topshirdim. Şahimiz Ferikni yaqı yurtqa palash to'g'rida farmon tushadi. Nima? Balkim ular xonliqdan bugun ayrilishi mumkin. Rahmat sizga. Sanamjon, bundaq yig'layana o'zingizni oying. Ağca ana. Ana, mening yoshig'im yo'q. Jinim Malikim, baharning mu har qachon zimistoni bordir. G'ayribning o'zig'i men uchun go'zal bahor. Onunsiz hayotmi zimistondir. Yo'q, Malikim. Bahar yana keladi. Ayhannas, iştinglar amuxas. Hasan vazirning o'g'li G'erib Shah ordusida nashoyon ishlarni qilganligi uchun onasi bilan singlisi qo'shilib, yaqi yurtga paqlandi. G'ayribjon! Sanamjon, Malikim.
etsem gidurmene. Xeyretcan! Xeyretcan! Dada, Ha? anlaşla qarğandı Pərman tumşuq egizgen yerdə qeyribini ailesiyle bilen koşup ötürətməkçiken. Nima? Bunu sen kimden anladın? Ulanı yalap manğan bir leşker birsidin eytip beripdi. Onu küşkürtken adam bah. Bommasa, Pərman unda qilishga jur'at qilamaydi. Dada, tezrek amalını qılaylı. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan. Min eləymə. Tumshik egizga boradigan yiqi yo'lni bilamsan. Bilimən. Parijam ep gel. Yürü. Sen navkarlarından bir qanchani boshlab, tong yo'rig'icha tumshik egizga berib bol. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvan, bende günah yok. Bunun hemmini Şahvaz veziri uğurlaştırgan. Şahvaz veziri meni bu işini qilishga buyurgan. Vezirning fermanini bija keltirmaslikka haddim mi? Qaytib berib, şah ham vezirlarini yetkizib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zaval topudi. Cho'qim deganlarini yetkizman. Ularni qo'yib etmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib etay. Hey, yavaş bak. Ma. Şefqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarini menga unutmaymiz. Ah ko'ngil kishilar bola qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar, tezroq yo'lga atlaninglar. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p.
Xeyr, xoş. G'eribjon. Melikam, hoş xabar. Tumshiq eg'izda bir palvon paydo bo'lib, G'eribjonni oilasidagilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga por ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikam, Xudoning haqqi urmiti uchun bir kulavasla. G'eribjon, mehribon ona. Sizlar nada? Ana, akam nemişqa kelmaydigandu. Qishsimistanda o'siq qizdash, cho'l jazirada suv izdiganga o'xshash. Bu kim? Hürmetli Serdar. Bu təvəyimizə suqunub kirib olğan paylaqçı ekan. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p. Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. Bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqata? Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana! Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim, G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxiri topdik. Sodiq daga. Kim o? Silimidilar. Uni bir ish bilan izlab keldimi? Sodiq dag'amni yeng so'qqan, bu qilishdan ko'rpaqamni deb kelgandim. U texhilalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib boqay. Bo'ladi. Safar, qara, kim keldi? Gulchamol. Ay bivona! Gulchamol, obdan qizim. Mehribon acha. Safar aka. Gulchamol. Ay büyü.
Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehriba ana. Balam. Men texsilani ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaychib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafoga jafo qila deb o'ylamabdi ekanman. Bularning hammasi Shavvoz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bo'lak yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men cho'qim haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Alloh sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiq ota, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topamiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qaytim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon? Qamar, tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p. Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindan bormi? Bu yerda muj bir zindan bor. Tez qichinglar. Juringlar. Çoxun bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Mana nima bo'ldi? Çataq bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir sizindan o't qo'yib o'tibdi.
o't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heliq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Ondaqda g'ayribchi, u sizlarning o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimni topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qal'ada bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bozul puqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu G'arib, tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha etmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? ma'qul. Separaka! Separaka! Guljamal, Separaka! Akamni topdinglarmi? yo'q dexe. Assalomu alaykum mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avor qilib-ku bolam. Takalluf qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Separaka! Separaka! Akam shahar kirib ketdimi-ya? Sardar, egalishimizcha g'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinidi ekan. U xonga osiylik qilganligi uchun yoq yurtga palangan ekan, shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Sizmitiniz, hurmatli Sardar. Yo'q. Meni Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam odamsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi illiqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'arib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib keladisin? U dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar.
Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz bormi? O bir vafodor go'zal malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rastimni etsam, men bu yerdan qochib ketmoqchiman. Qaytishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni uzitib qo'yay. Ana! Ana! Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palsız yürüme, palgımı işenme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Pal açımen. Daniel Aleyhisselam'ın palını açımen. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Palgı işenme, palsız mı yürüme. Çapsan özün daldı kal. O biz izdavatgan g'erib shu. Nima degan xatarlik. G'eribcha. Sapar. Chapsam bu yerda ketaylik. Boy men bu yerda farmonni ko'rib qoldim. Ağcana. Ana, Parman ham uning bilan birga ketgan izchilar qaytib kelibdi. Undaqda G'ayribjonni topa olibdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Melik'ini yoklap geldik.
Sanamjon, otangizni undaq tanglikni qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda chorboq soldirdi. Yana Meni deb avara bo'lmanglar. Xon ana, bo'ldi so'zlaning. Men pak muhabbatimdan voz kechammayman. Sanamjon, ota-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tadi. O sizning onangiz emasmi? Anangiz? Sen Ağçı ana. Xonish ayım. Xudo haqqi onun rahim qilsa. Bu bichora betap tursa, uni yana zo'rlashga qandoq ko'ngillar o'naydi. Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Shohim, Bo'ldi, so'zni bangla. Hürmetli Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nohaq ostin ustin bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlar bo'lmamdi. Shundaq qizlari bechora Sanamjonning kesilimi shifo topadi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qotish zarur edi. Ağçı, mening sodiq dil kishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Şahim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tevibami? Shundaq Şahim. Qani, kirsin. Assalom podshoyi olam. Harmag'aysiz, hurmatli teviba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan teviba kepti. Güzel Melikam, chiroyingizdagi zafaranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tansangiz, shifo topasiz. Siz Abdulla bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq shuni shart qilingki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun. Andan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yürügüm bari bolup, göz yaşlarım kurup, tenlerim qağı qo'zg'ilog'i yem bo'p ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Perhabni zaharlab o'ldirgan heliqi Cadigar Yasemen mu nima?
Yo'q, hurmatli malikam. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir jup sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimmi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Farishta. Aka, Sadiqatam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqa. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqata. Mana. Buni ağın oğlum. Sadiqata, bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin. Allohu akbar. Bu çağlarda dil aramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Ha? Oğlum, atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hila bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda tut o'g'lim. Sadiqata, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun to'ying emasmi? Seni to'yini muboraklab keldim. Do'stim Olimjon, bu gaping rostmi? Albatta rost. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor. Olimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun tog'davollardan eshib ajoyib bir bog'varni topdim. Gul tizishni shuningdan o'rgandim. Olimjon, aytdi. U qaytib keldimi? U qayerda? Biznikida atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim malikam. Bu gulga qarang. Qaytib keldi. Ayting, u nerda? Olimjonning uyida ekan.
kiyimlerimni keltirgeyla. Senemcan, bir amal qilib, ətə çarbaqqa chiqish uchun şaxtdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siyoh keltiring. Xo'p. Şevkitim, şefqatlik Şah ata. Men üçün saldırgan çağrıbaqqa chiqib, xasti ko'nglimni ochqim kelib. Marhamat aylab, ijozat qilg'aylar. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim. Fermanımga quloq sol. Hozirdan boshlab Chorboqqa mendin ijozatsiz hech kim kirmasin. Fermanımga xiloflik qilganlarning kollisi ilinsin. Senemcan. Xayrcan. Ahtırola! G'ayret, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'lgandim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz Chorboqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'libdi. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Sefer, endi kaçamaysan.
Ustozim. Olim, Ustozim. 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 G'iribjon. Ulug' shohim, men gunohkor, men o'limga loyiq. O munofiq. Chapsa so'zla. Ma'qul, men aytay. Jallat! Ben gunohkor, men o'limga loyiq. Biroq shohim, bu ishlarning hammasini Shahvoz vazir planlagan. Ulug' shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. So'zla. Mana bundan 12 yıl burun Shahvoz vazirning Hasan vazirni qaslab o'ldirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni. O 12 yildan keyin Shahvoz menga tumshiq eg'izda g'erbni oilasidagilar bilan qo'shib o'ldirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Ulug' shohim, g'erib odam boshlab ordiga bisib kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qenimdan kessilar. Jallat! Bu mal'unning kallasi ilinsin. Hop! Ya Rabbim, g'ofillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana chin ko'nglimdan teşekkür aytaman.
Hadi!